Sirojiddin, bolajonim, umringdan baraka top bolam. Mana opangni uzatdik. 5 yildan beri topganimiz o'shalarniki. Endi senga ham bo'ladigan joydan bir sovchi chiqib turuvdi. Jonim bolam, xafa bo'lmasang, bir gap aytsam. Rossiyada ishlab, qiynalib, mashinali bo'lsam deb mashinaga yetib olding. Endi bu seningni uzatishimiz uchun mashinangni sotsang. Ona, sening baxtli bo'lsa bo'ldi. Umringdan baraka top bolam. Umringdan baraka top, Alloh amin. Tuprog'ing oltin bo'lsin, oltin boshing omon bo'lsin. Otangni ruhi shod bo'lsin. Umring uzoq bo'lsin bolam, rahmat. Hozir. Voy, aka, assalomu alaykum. Alaykum Yaxshimisiz? assalom. Keling. Uydagilar ovqat berib yuborishgandi. Aka, ovqat olib keldingizmi? Rahmat aka. Bizni baxtimizni ko'raman deb shuncha yil musofirlikda ishlab, qiynalib olgan mashinangizni ham sotib yubordingiz. Sen baxtli bo'lsang bo'ldi, Sinom. Rahmat aka. Mayli, men boray, ishlarim bor edi. Kuyov bolaga salom aytgan. Hey. Bu yosh qayerdan chiqdi? Ha, onam akamdan berib yuboribdilar. Nimaga? Bilmaysanmi o'g'lim? Ayiki kelin tushgan joyga shunaqa yo'qlovlar qilib turadi. Akam olib keldingmi? Ha, akam. Qani o'zlar? Kiring desam kirmadilar. Tezda chaqir, qaytsin orqaga. Voy, Pochchaga chaqiryapti. hozirmi? Hozir. Xo'p. Yaxshi kelib oldingizmi? Uydagilar yaxshimi? Ha, rahmat Allohga yaxshi. shukr. To'xta. Tegma. Aa, Sirojiddin. Mana qo'llarim ishlayaptimi? Ha, Oyog'imchi? tutun. Alhamdulillah. Nima? Men nogironga o'xshadimmi? Shunday go'zal qizni tarbiya qilib bizga berdinglar. O'zimiz chiroyli baxt olamiz. Rizq Allohdan. Qaytib bunaqa ovqatlar olib kelmang. Hop, Sirojiddin, umringizdan baraka toping. Otasiz bir opangizni turmushga berdingiz. Otasiz bir singlingizni turmushga beryapsiz. Musofirda Rossiyalarda mehnat qilib 2 yil 3 yil ishlab kelib o'zingiz orzu qilgan mashinani oldingiz va bir singlingizni baxti uchun shu mashinangizdan kechib sotib singlingizni uzatdingiz. Baraka toping. Mana men o'zim minib yurgan yangi mashinani sizga sovg'a qilaman. voy. Oling. Ayyo, men ololmayman. Oling. Yaxshiliklarga mening. Ha, aytgancha. Sirojiddin, onamizga ko'pdan ko'p salom ayting. Bizga shunday go'zal qizni berdilar. Oq yuvib, oq tarab, bokira qilib. Onam bilan biz haqlariga ko'p duodamiz. Rahmat bolam. Sendan shuni kutgan edim. Otasiz ham seni erkak qilib tarbiyaladim. O'zingga ham rahmat seni shunchalik tarbiyaladim. Shukr, onamga. Assalomu alaykum onajon. Va alaykum assalom bolajonim. Yaxshi borib keldingmi? Ha, rahmat. Berib yuborgan ovqatim yoqdimi, Qudil aka? Onajon, endi ularga ovqat olib borish shart emas. Voy o'lay. Nega? Ovqatimiz yoqmadimi? Kuyovingiz man chiqdi onajon. Ovqatni qaytarib berdi. Undan tashqari mashinasini ham berdi. Mashinasini ham berdimi? Ha. Nimaga? Shunday qizni tarbiyalab uzatganlari uchun onaning haqqiga duodamiz dedi. Allohga shukr. Ilohim o'sha yerga bolam aytib qo'yib qo'yadi, o'sha qarisin. Haqiqiy mard erkak ekan, kuyovim umridan baraka topsin. Allohim o'zingga hamd salomat bersin. O'sha qari. Silay rahimni qudratini ko'rdingizmi? Siz uchun mashinangizni sotib, siz mashinangizni